Hammaga salom. Bugungi videomiz shunaqa ajoyib tabiatda bo'lib o'tadi va bugungi videomizning mavzusi fikrini bayon qilishdan qo'rqish. Tayyor bo'lsanglar boshlaylik. Ko'pchilik insonlar o'zini fikrini boshqalarga yetkazib berishdan qo'rqadi yoki yetkazib bera olmaydi va yana o'ziga samotsiyasi pastroq bo'ladi. Aynan shu narsalar u insonning rivojlanishiga to'siq bo'ladi. Masalan, o'zimdan misol qilib keltiraman va hozir ham o'zimdan misol qilib aytaman. Oldinlari men maktab davrlarida o'zimga samotsiyam sal pastroq bo'lardi va ustozdan nimadir so'rashdan qo'rqardim. Keyinchalik bu narsani yengdim va rivojlandim. Va hozirgi kunga kelib mana hozir ham syomkada o'zim videoga olaman va qo'rqmayapman o'zimning fikrimni bayon qilishdan. Bunga asosiy sabab boshqalar nima deb o'ylayotgan degan fikr yotadi men orqasida. Masalan, siz fikringizni bildirmoqchisiz ko'p insonlar yonida va hozir gapirmoqchi bo'lsangiz, savol bermoqchi bo'lsangiz yoki savoliga javob bermoqchi bo'lsangiz, ustozingizni yoki boshqa insonni qo'rqasiz. Boshqalar nima deb o'ylayotgan? Hozir men javobim noto'g'ri bo'lsa-chi, noto'g'ri bo'lsa uyalib qolaman degan qo'rquvlar paydo bo'ladi. Va shu qo'rquvlarni yengish maqsadida men boshqalarning yonida ham video olishni boshladim. O'zimni Instagramda rivojlantirish uchun syomka qildim va brend Facebook ishlab boshqalarning yonida ham videoga tushdim yoki boshqalardan intervyu oldim va shu orqali men o'zimni samotsiyamni balandlashtirdim. Ya'ni boshqalarning fikrini o'ylamaydigan bo'ldim. Qanaqa fikrlikda farqi yo'q, menga qiziqmaydi. Sababi inson qanaqa o'ylasa ham o'zini fikr doirasida o'ylaydi va sizga ham o'zini fikr doirasida maslahat beradi yoki ma'lumot beradi. Agar u inson o'zi ham brend face bo'lsa yoki o'z fikrini bayon qilishdan qo'rqmaydigan inson bo'lsa, u insonni gapiga men kiraman va keyingi safar o'sha fikrni to'g'rilayman. Bir kun shunaqa holat bo'ldi. Ingliz tili darsida, institutda o'tiribman va ingliz tili ustoziga savol berishim kerak edi. Bu gruppada men bilan bir xil darajada biladigan bitta bola bor edi va men o'sha boladan cho'chidim. Ingliz tilimni darajamiz bir xil bo'lsa va hozir men ustozga savol bersam, noto'g'ri bo'lib chiqsa ustimdan kuladi degan narsa bo'ldi. Lekin shuni bildimki, agar men bu savolni bermasam, men rivojlanmayman va bu savolga men javob hech qachon topolmayman. Buning uchun men izlanib o'tirishim kerak. Shuni bilib olinglar, hech qachon YouTubedan yoki boshqa joydan ko'rgan narsangizda ustozinglar bergan bilimni ushlab bo'lmaydi. To'g'risi, chunki ustoz agar bilimi yaxshi ustoz bo'lsa, bilimi yaxshi bo'lsa, sizga to'g'ri ma'lumot beradi. YouTube'da hamma o'zidan kelib chiqib gapirishi ham mumkin. Mana hozir o'zimdan kelib chiqib, o'zim fikr doiramdan kelib chiqib, sizlarga maslahat beraman. O'zingizlar samotsiyamni ko'tarish haqida. Hozir bundan oldin YouTube video olayotganimda bitta qiyinchilikni sezdim o'zimda. Hozirgi kunda o'zimni parazit so'zlarimni kamaytirishimni kerakligini tushunib qoldim. Chunki men faqat brend Facebook ishlayotganimda kimdir tekst beradi yoki o'zim tekst yozganimda o'zim gapirishim kerak bo'ladi. Men o'sha tekstdan kelib chiqib gapiraman. Men bundan ortiqcha gap qo'sha olmayman. Qiynalaman qo'shib yoki men qiynalib qolaman. Hozir YouTube'ga o'zimdan fikrimdan, o'zimning hayotimdan kelib chiqib, erkin bo'lib gapirishni o'rganyapman va gapiryapman. Shu sababdan men hozir YouTube'ni boshlaganimdan beri bir qancha qiyinchiliklar bo'ldi. Montajda, syomka jarayonida, asabiylashishda, bir xil so'zlar kelmayapti. O'shalarni yengish maqsadida kitob o'qiyman. Kitob chunki so'z boyligini oshiradi va siz kitob o'qisangiz, xohlagan joyingizda samotsiyangiz balandroq bo'ladi. Chunki siz nutqingiz ham rivojlangan bo'ladi. Boshqalar bilan erkin muloqot qilasiz. Shu so'zni ham hozir qiynaladi. Tabiat juda ham go'zal, sayr qiladigan havo bordi va men hozir ko'chaga chiqib turib kimgadir savol berishdan qo'rqmayman. Yoki ko'chada ko'p holatda ko'rganman, o'zimda bo'lgan. O'zim his qilganman shu narsani. Kimgadir qo'shiq aytib yoki kimgadir telefonda gapirayotgan paytimda
hammani e'tibori menda bo'ladi. Hozir ular menga yomon qaraydi, men ularga xalaqit beryapman degan narsa bo'lardi. Bir tarafdan qisman qo'shilardim, keyinchalik o'sha bu narsani o'ylamaydigan bo'ldim, chunki hozirgi kunda avtobusga chiqsangiz, xoh avtobus, boshqa jamoat joylariga borganingizda hamma telefonda yoki naushnikda yoki kim bilandir gaplashib suhbat qilyapti. Hech kim naushniksiz просто так ketayotgan, hisob ketayotgan ko'rmaysiz. Va menda ham xuddi shunaqa holat bo'lardi. O'rtoqlarim bilan yurganimda Samatsenko balandlashib ketardi deb o'rtog'im bilan xohlagan ishimni qilardim. Keyin bitta o'zim yursam, spokойно. Bilmayman, anu boshqalarga gapirishdan, boshqalar qaryapti deb o'ylab o'tiraman, boshqa o'tirmasdan, hech nima qilmasdan. Keyin qaradim, o'yladim. Nega men o'rtog'im bilan yurganimda erkin bo'lman, o'zim yurganimda bunaqa bo'ldi. Dedim, bo'lmaydi, to'g'ri kelmaydi bu narsa, chunki inson o'zi kuchayishi kerak. Kim bilandir yurganda kuchli his qilish shart emas. O'zi yurgan paytda kuchli his qilish kerak. Shuni tushundimda va keyin ko'chada ketyapmanmi, boshqa joyda ketyapman, odamlar yoki kishilar tushunadi bu narsani. Bir-biriga yomon qarashda ko'p hozirgi kunda O'zbekistonda, Toshkentda viloyatdan kelgan deb chiqishtirishmasa, Toshkentda viloyatlar o'zimizcha kibr deb toshkentliklarni bir-biriga yomon qarashda boshlanadi. Shu narsaga ham e'tibor bermaydigan bo'ldim. Ko'chada ketyapmanmi, bo'ldi. Naushnikdamanmi, bo'ldi. Qo'shig'i og'zimni qimirlatib etib ketamanmi? Odamlar nima desa ham, qarasa ham, boshqa desa ham вообще ishim bo'lmaydi. Mazza qilib o'zim uchun mazza qilib ketaman. Sal chekkalashib ketdim endi. Boshqa ishlardan. Siz nimadir aytishadi-ku. Bilmaganni so'rab o'rgangan olim, orlanib so'ramagan o'ziga zolim. Bu mana shu narsa shundan kelib chiqadi. Ya'ni o'zingizni fikringizni boshqalarga bildirish. Masalan, jamoat joyida turibsiz, hammaga savol beradi, boshqa bo'ladi. Sizdan fikr so'raganda siz o'zingiz fikringizga ega bo'lmasangiz, odamlar sizni chekkaga surib yuboradi. Siz ularga foyda bera olmayapsiz, chunki o'zingizni fikringizni bildira olmayapsiz. Keyin agar siz zo'r bo'lsangiz, bilimdon bo'lsangiz, bilimingiz o'zingizga yarasha yetarli bo'lsa, o'zingizni fikringizni bildira oladigan bo'lsangiz, o'shanda siz bilan do'stlashishda ko'payadi. Do'stlaringiz ko'paya boshlaydi va siz bilan fikrlashishadi. Chunki sizdan nimadir olishini biladi u inson. Keyin sizga qanaqadir yaxshi muomalada bo'ladi, sizga yomon muomalada bo'ladi. Mana shu holatda sizni hayotingizda ham bo'lgan menimcha, menda ham hozirgacha bo'lib keladi. Chunki men 4-5 kishilik joyda erkin bo'lsam, uzoq mana 10 kishilik joyda erkin bo'lsam, lekin 100 kishilik, 200 kishilik joyda bali-bo'lmi meni hayajon bosib qo'yadi, qo'rquv bosib qo'yadi. Adashib ketaman deb qo'rqish har doim bo'ladi. Bitta gapim bor, o'zim yozganman. Xato qilishdan qo'rqmang, zero xatolar to'g'rilanish uchun qilinadi. Qayta qilinish uchun emas. Tushunasiz-ku? Siz chiqdingiz, bir marta xato qilarsiz, xato qilmaydigan insonni o'zi yo'q hayotda. Uni sizga necha marta ham aytishgan bo'ladi. Aniq. Xato qilasizmi? Qo'rqmang. Boshqalar ham xato qiladi-yu, o'sha insonlarning o'zi shu yerga chiqib gapira olmadi-yu, o'sha savolni o'zi bera olmadi-yu. Men bera olmadim. Bu degani men ulardan sari rivojlandim degan narsa bo'lishi kerak. Ana o'shanda yetuklanasiz, yetuk inson bo'lasiz va rivojlanasiz. Rivojlanish uchun обязательно qanaqadir kitob o'qish shart emas. Avvalo birinchi o'rinda erkin bo'lishi, fikringizni boshqalarga bemalol yetkazib berishni bilsangiz, ana o'shaning o'zi katta rivojlanishingizga yordam beradi. Va keyin yana bitta narsani ham qo'shib ketmoqchiman. Fikrlashga erinadigan insonlar bor. Kimdir sizga savol berdi yoki boshqa bo'ldi, siz o'sha savolga javob qidirishga erinasiz. Nima qilaman javob berib. Lekin agar o'sha javob o'zingiz bilmasangiz, kitob o'qimaganingizga sezilib qolsa-da, masalan, o'sha savolni bilmasangiz-da,
bu odam bilsa, sizga savol bergan odam javobini ham eshitsin. Ana o'sha yaxshi emasmi? Nimadir oldingiz. Agar siz fikrlab ko'rdingizda, xato qildingizda, bu fikringizni e'tiborsiz xato qilyapsizda. Yo'q, o'rtoq, bunaqa bo'lmaydi. Fikrlashdan zato siz erinmadingiz. O'rtog'ingiz ham sizga to'g'ri maslahat beradi. Bunaqa bo'lmaydi. Bunaqa bo'ladi. Mana bu ishni qilganingizda yaxshi bo'ladi. Va siz rivojlanasiz, ko'tarilasiz, hatto nimadir o'rganasiz. Hayotim davomida Instagramda bekorchi videolar ko'rishni to'xtatdim. Shu yil davomida men undan ko'ra qanaqadir informatsiya olganim menga foydaliroqligini bildim. Shu sababdan har xil Telegram kanal, Instagramda bu videolar akkauntlarga podpiska bo'lganman. Qanaqa akkaunt? O'zini dunyo xabarlari, axborotlari, O'zbekiston axborotlari bo'yicha, Toshkent bo'yicha axborot beradigan akkauntlarga podpiska bo'ldim. Va har kuni Instagramga kirganimda ular har kuni 2-3 talab axborot tashlaydi. Bu tashlagandan bittasi hatto menga chiqadi va o'sha videoni ko'rganimda men hatto nimadir olaman, undan foydali narsa olaman, bilim olaman. Bu mana shu joyda yangicha narsa qurildi. Bo'ldi. Shu haqida men bilim oldim. Misol uchun hayotimda shunaqa zo'r voqea bo'ldi. Ishxonaga keldim, ishxonada ishlarim qilib bo'lganimdan keyin Instagramga kirsam o'sha axborotlarda BTS guruhi o'z Koreyaga o'sha davlatiga 14 milliard shunaqa milliard summa foyda keltiryapti degan video chiqib qoldi. Keyin u ma'lumotni oldimda o'sha miyamda qoldi. Bu tasavvur qiling, 14 milliard davlatiga eng ko'p foyda keltirayotgan o'sha BTS guruhi ekan. Raqsga tushadigan BTS guruhi. Bolalarni ko'piga yoqmasligi mumkin bu video. O'zimga u videoni guruhni men qo'llamayman. Просто o'sha mahallada ma'lumot chiqib qoldi va oldim ma'lumotni va buni men institutga borganimda o'sha ma'lumot orqali men 5 oldim. Bu 5 deganda ertaga men oralig'imga, joriyimga foydasini berdim. Ana shu videodagi ma'lumot. Va ustoz mendan so'rayapti, brend o'zi nima yoki brending qilish yoki odam o'zini imij nima degan paytlarida men o'sha javob berdim. Imijda masalan bittasi o'zini raqs imiji bor, raqsga tushadi, zo'r raqsga tushadi, hammasi bir xil tushadi. Kiyimlarigacha cho'tki ishlangan. Bu ularning imiji. Biz prodyuserda o'qiymiz, shunaqa media olamidagi narsalarni ham ko'rib borishimiz kerak. Shunga shu ma'lumotni aytganimdan keyin o'sha foydasini ham yetib ketdim-da, bu kiyim va boshqasi imijini aytdim-da, qo'shimcha ma'lumot ham berib ketdim. Ustoz bilmaydigan, bolalar bilmaydigan ma'lumotni ham qo'shib ketdim. Va ustoz zo'r, sen demak izlanar ekansan deb menga yaxshiroq baho qo'yib berdi. Shu sababdan institutda boshqa joyda men shu fikrimni bildirishdan qo'rqmayman. Ishxonada bo'lsa ham rahbarim yoniga kelaman-da, shu joyda xato qilman, o'sha xatoimni to'g'rilashim kerak. O'shaga shu ishni qilmoqchiman desam, zo'r. Xatoingiz uchun deysiz, xato qilsangiz o'shani to'g'rilashni ham ayting. Malades, men qo'llayman deydigan holatlar bo'ladi. Endi bu gaplarim bilan nima demoqchiman? Hozirgi kunda ko'pchilik insonlar o'sha aytayotganimda fikrini bildirishdan qo'rqadi yoki даже fikrlashdan erinishadi fikrlash uchun. Shunaqa insonlarni to'g'ri yo'lga boshlamoqchiman bu videom orqali. Ham inson ozgina ma'lumot to'plab olsa, qayerdan bo'lsa ham ma'lumot olsa, bu o'zi uchun foydali, boshqa uchun. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, o'rtog'ingizga ham foydali bo'ladi. Unga ham hozirroq yuborib qo'ying. Like bosinglar, podpiska bosinglar, bu men uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi va bunaqa kontentlarni ko'proq qilaman. Video haqida o'z fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada kutib qolaman. Qarshi fikr bo'lsa ham javob qaytaraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.